Xitoydan kelgan zakazlarimga raspakovka chek. Taobao va Pinduoduo ilovasidan bir haftacha oldin bir nechta narsalar zakaz qilgandim. Birinchi bo'lib 45 yuanga Bardo berindagi shunaqa kichkinagina sumочка zakaz qilgandim. Uni pulda 80 ming so'mga to'g'ri keladi. O'zi juda ham arzon bo'lsa ham, lekin sifati menga rosa yoqdi. Keyin bahor va kuzdagi kiyishga shunaqa yengil etik zakaz qilgandim. O'zbek so'mida 300 mingdan oshar ekan. O'zi Xitoy platformalarida bundan ham arzon etiklar bor ekan, lekin men aynan shuni tanladim. Sababi bu kojani etik ekan. Menimcha bizda bunaqa sifatdagi kojani etiklar anchagina qimmat bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz, bunaqa modniy etiklarni bizda qancha pulga topa olasizlar? Keyin shunaqa zakolka narxini ko'rdinglar bundan oldingizda va oxirida bolamga shunaqa ovqat berishga qoshuv zakaz qilgandim. Ayniqsa menga o'xshab qo'shimcha ovqat berishni boshlagan onalar uchun bolalarga juda ham qulay narsa ekan. Ana endi bolaning ovqatini bemalol qo'shini o'zidan bersam bo'ladi.